Bovam aytqan hikmetler. Tilingni yig'masang bosh ketidi. Ovozda G'uncham Ro'zi. Bir kuni podshoh orda ichidagi barliq vazir mulozimlarni yig'ib kengash ichib o'ltirsa, to'satdan orda cho'ng darvosidan bir qalandar marabdi. Buni faqat podshoh sezib qopdi. Lekin shoh yanala o'z so'zini davomlashtirib beribdi. Qalandar ichkirlab orda ichiga kirishga tamshilibdi-yu, lekin o'zini besib olib jim turib qopdi. Buni ko'rgan podshoh ko'ngliga nimalandir pikkan holda so'zini to'xtatib, qalandarni ordaga kirishga taklif qildi. Qalandar ordaga kirgandan keyin shoh uningga qarab tilini chiqaribdi. Qalandar shohga javoban hayolshilmayla beshini ko'rsatibdi. Podshoh yana gelini ko'rsatibdi. Qalandar javoban yuzini siylabdi. Podshoh buningga qarab qalandarning aql parastiga barkalla aytibdi. Hamda uningga nurg'un tilla inom qildi. Qalandar tillani ilib podshohga rahmat aytib o'rnidan chiqib ketibdi. Vazir qalandarning inom olgan tillasiga chidamay shohdan: "Hurmatli shohim, sizli qalandarning nimasiga shunchalar tilla berla? Bu bek o'rinsiz ziyon bo'ldi. Bo'lsa, uni tortib olganimiz tuzuk", debdi. Podshoh mushu fursatdan foydalanib vazirni sinamoqchi bo'ldi. "Qani ayting, qalandarning qilgan harakatlari nimani tushundirdi?" deb so'rabdi. Vazir nim deyishni bilmay, bu deguncha turib qopdi. Podshoh o'z vazirining do'tligini ko'rib, noit qayib ketibdi-da. "Men dastlabda tilimni chiqarsam, qalandar beshini ko'rsatdi. Bunda qilg'ini tilingni yig'masang bosh ketidi degini. Men gelimni ko'rsatsam, u yuzini ko'rsatdi. Bunda qilg'ini gelingni yig'masang yuz ketidi degini. Men ashu hikmatlik ikki so'zni shuncha pulga setib oldim", debdi podshoh. Vazir lamjim deyolmabdi. "Tilingni yig'masang bosh ketidi, gelingni yig'masang yuz ketidi" degan shu so'z shuningdan qolgan ekan. Hikmat. Til odamni ham yuksaklikka erishtirdi, ham pastgo'yga tushirdi. Tildan odam oshkora bo'ladi. Chunki til orqali har qanday odamning asli zotini bilishga bo'ladi. Sen mangulik bo'lmagan bu dunyoda tiling orqali taqdiringni belgilay olasan.